Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningdagi navbatdagi Cobalt'imizni skromniy navbat qilindi. Bu avtomobilimizga qilingan ishlar Malibu 2 original rul sinfga qilindi. Malibu 2 bar yaxshi o'rnatildi. Original ishonchlar bilan o'siz. Polni tablolari tuning qilindi. Oq rangda o'rnatgan qilib, salon assistenti bo'ldi. Sigma-paydonli knopkalari bilan birga komplekt bo'ladi. Sidenlardagi Magnato brendi ostidagi kardinal bilasiz premium mahsuloti Galaxy modelidagi chexolni taqib qo'yganmiz. O'rtalari material karbonga o'xshab turadi, qaranglar, chetlari kojinli bo'ldi. Undan keyin aytib o'tganimiz salon assistenti, matiforlari, pechkalari, barli hammasi oq rangga yonib turadi. Komplekt bo'lgan. Tabloga so'nggilasini ham chiqarib berganmiz. Bitta start stop, undan keyin Magical Dominant 908 dan so'ng qilib berganmiz. Cruise control ishlaydi, navigatsiyalar bor, farlar LED qo'yilgan, Malibu signal, polni komplekt. Barlar ham original ruchnotorimiz bilan besprovодной zaryadka, plandali platali ekran shtellar bilan o'rnatilgan. Holisi idealniy chiqdi. Xizmatlar bo'yicha aksiyaning hojat xurasini shirin chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizdan kuzatib boringlar, bizdan zo'rlashmaylar. Endi bitta podsetkasiga o'zingiz baho berasizlar.